Bahodir aka, bir boshqacha rubrika qilamiz siz bilan hozir. Men sizga savol beraman, siz tezda javob berishingiz kerak. Hop. Sizni ish jarayonida eng ko'p xursand qiladigan narsa nimada? Ish jarayonida eng ko'p xursand qiladigan narsa bilasanmi, Javohir? Menimcha qolgan xirurglar bilan bir xil bo'lsa kerak. Ya'ni qachonki muolajamiz muvaffaqiyatli bo'lib, kasallarning dardiga davo topishga sababchi bo'lib, kasal xursand bo'lib shifoxonadan chiqib ketayotgan payti mana shu holatni ko'rish men uchun eng demak bir quvonchli holatlardan biri hisoblanadi. Chunki hayotda yashashdan ham asosiy maqsadimiz bizga birovga yordamimiz tegsin. Kimgadir demak biz pul jihatdan yordam bera olmasligimiz mumkin yoki qanaqadir bir imkoniyat chegaralangan bemorga qanaqadir yordam bera olmasligimiz mumkin. Lekin asosiy qo'limizdan keladigan ish mana shu operatsiyani qilish. Ya'ni operatsiya bilan kasalligiga davo olishiga demak sababchi bo'lsak, o'shani o'zi biz uchun demak katta yutuq hisoblanadi va asosiy meni ish jarayonida xursand qiladigan narsa ham o'shanda. Ya'ni kasallarning operatsiyadan foyda topganligini demak menga izhor qilishadi. Rahmat sizga, otangizga rahmat yoki shunaqa holatlar bo'ladi. Instagramda ham, boshqa YouTube kanallarida ham 1 yil, 2 yildan keyin ham kasallar kommentariy yozishadi. Sizda operatsiya bo'luvdik, hammasi zo'r. Mana shularni o'qish demak bu eng quvonchli holatlardan biri.